Tushda Rossiyadagi qishloqni ko'rishning ta'birlari. Tinch va ozoda qishloq, xotirjamlik, barqarorlik, halol mehnat va oddiy, osoyishta hayotga intilishni anglatishi mumkin. Katta va obod qishloq rizqning kengayishi, yangi imkoniyatlar yoki hayotda ijobiy o'zgarishlar ramzi sifatida talqin qilinadi. Vayron yoki bo'sh qishloq vaqtinchalik yolg'izlik, sog'inch yoki ayrim rejalarning kechikishini bildirishi mumkin. Rossiyadagi qishloqda yurganingizni ko'rish, safar, ish yoki yashash joyi bilan bog'liq o'y-xayollar va kelajakdagi o'zgarishlarni bildirishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.